Assalomu alaykum. Toping, men qayerga yo'l oldim? Avval taom ko'rsatuvining doimiy boshlovchisi mening sherigim, etnograf, madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot institutining ilmiy xodimi Umidjon Tursunov meni poytaxtimizdagi novvoyxonalardan biriga taklif qildi. Bugun avval taom ko'rsatuvida non tarixi haqida suhbatlashamiz. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Yurtimizda novvoyxonalar juda ko'p, lekin bugungi ko'rsatuvimizda non tayyorlanadigan novvoyxona nihoyatda o'zgacha va eng muhimi unda ajoyib nonlar tayyorlanadi. Qani ketdik. Guvohi bo'lganingizdek, Umidjon Tursunov 2 nafar novvoy bilan jarayonga kirishib ketgan. Azizlar, non tarixi nihoyatda qadimiy. Qarang, bugungi kunda 30 dan ortiq non turlarini uchratishimiz mumkin. Vaholanki, ilk davrlarda non quyuq bo'tqalar shaklida bo'lgan ekan, azizlar. Demoqchimanki, non mana shunday non holatiga kelgunga qadar juda uzoq asrlik, juda ko'p ming yillik tarixiy jarayonlarni boshdan o'tkazgan. Demak, sizlarni jarayonga bevosita taklif qilaman. Hormanglar. Assalomu alaykum. Ish qizg'in. Tomoshabinlar. Umidjon aka, gap nimadaligini aytdi. Bugun non tarixi haqida suhbatlashamiz, lekin bevosita Novvoyxonaning o'zida men ijodiy guruhdan sal avvalroq kelib, bular bilan tanishib, chunki nonlarni qarang, zog'ora nomi. Ha, novvoylarni tanishtirish sal bo'lsa yodimizdan chiqishiga ozgina qolibdi. Tajribali novvoy Muhammad Karim Rahmatov hamda ularning ustozlari, ular ham tajribali novvoylar Ilyosbek Jalilov bilan bugun non tarixi haqida suhbatlashamiz, bevosita jarayonni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Umidjon aka, to'g'rimi? Shunisi bilan qiziq-a? Shunisi bilan haqiqatdan tandirdan chiqqan issiq nonni yeyish hammamizga yoqadi. Yoqadi. Lekin issiq tandirni oldida turib non yopish bu juda o'ziga yarasha mushkulligi bor ekan. Ko'chada 40 daraja issiqqa yaqin harorat, 3 ta pech, 3 ta tandir yonib turibdi. Mana shu holatda non yasash o'zi emas ekanmi, Umid aka? Juda. Endi men hozir so'raganim bu qanaqa non desam, yasalayotgan non haqida Muhammad Karim o'zingiz ozgina ma'lumot bering-da. Bu qora nonimizda birinchi sort undan bo'ladi. Bug'doyda sal birinchi navli undan. Birinchi navlidan bo'ladi. Bu haligi sahri bor odamlarga, keyin diyetadagi odamlarga yaxshi-da bu. Parhezbop non, qandli diabet kasalligi uchraganlarga juda foydali ekan. Rangi ham mana shunday. Bu nonni yangroq. Yangi yopilganini issiq nonni hammamiz yaxshi ko'ramiz yeyish, lekin bu non bir kun turgandan keyin yeyilgani foydali, organizmga juda foydasi ko'p deyishadi. Sababi undagi ba'zi bir daraja qaysidir naqalari suv qochganda ko'tarilib ketgan bo'ladi deyishadi. Shu qanchalik rost? To'g'rimi bu? Shu o'zi sovuq non. Biz o'zimiz ham issiq non nima qilmaymiz? Issiq non tavsiya ham qilmaymiz-da. Sovuq non yaxshi. Bir kun qochirib, yo bo'lmasa xolodilnikka solgan holda yeyilsa yaxshi. Qarangki, men qaynoqqina nonni ushatib yeyishni yaxshi ko'rar edim. Qaynoq nonni suvga botirib yeyibsa bolaligimizda ariqlarda, suvlarda nonlar oqqan. Yerdik, uni ham o'ziga yarasha gashti bor. Qaymoqqa botirib yeyish, uni o'ziga yarasha gashti bor. Oftobda qotirilgan nonni o'zi ham agar ovqatlarga solib, sho'rvalarga, qaynatma sho'rvalarga solib yeyilsa. Siz novvoychilik bilan necha yildan beri shug'ullanib kelyapsiz? Menga bir 10 yil, 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri mana shu Toshkentga akamga, tog'amga shogird bo'lib kelganmiz. Yaxshi. O'zi amakilarimiz novvoy bo'lgan. Novvoylar avlodida. Ha, shunaqa. Yaxshi. Shunaqa desam bo'laveradi. Shu Andijondan shogird bo'lib kelganmiz, o'rgangani, hunar o'rgangani. Ustozingiz, to'g'ridan-to'g'ri ustozingiz Ilyosbek aka. Ilyosbek aka, sizning ustozingizchi? Ustozimiz tog'amiz bo'ladi. Aha, novvoy bo'lganlar ular. Ha, novvoy bo'lgan Fayt Basqarali. Mana shu avlodida, ajdodida novvoylar o'tishi novvoylik faoliyatida muhimmi? Albatta, muhim. O'rganishingga oson. Hamma hunarlar qatorida. Hamma hunarlar qatorida o'rganishingga oson. Qiyinchilik bo'lmaydi. Yo'q, bilmaydigan odam bo'lsa nega unda qiyin bo'ladi-da. Ajoyib, haqiqatan.
Dilafruz yana bilasizmi, bir inson aytgan edi, bir ustozimiz aytgan edilar, agar ota kasbini qiladigan bo'lsa insonga tug'ilmasidan oldin shu kasbni nonini yegan bo'ladi. Sababi shu ona qornida ekanligida ota kasbidan kelayotgan mablag' hisobiga kelgan daromaddan ovqat yeyapti. Tug'ilganidan keyin ham ona suti orqali kelyapti. O'zi mustaqil ovqat yeydigan bo'lganda ham shu kasbning ketidan kelgan mablag' hisobiga ovqat yeydi. Shuning uchun agarda shu inson ota kasbini oladigan bo'lsa, shu odam ko'proq rivojlanadi degan gapni aytib berishgan edi. Bejiz aytilmagan. Umuman olganda eng halol, eng foydali kasb novvoylik. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Endi esa azizlar, e'tiboringizni non haqidagi tarixiy faktlar, ma'lumotlarga qaratmoqchiman. O'zi birinchi ilk nonlar achitqisiz, ya'ni hozirgi tilda o'rganib qolganimiz o'sha drojesiz tayyorlangan ekan va ular o'sha don mahsulotlaridan bir bo'tqalar tayyorlab, quyuq bo'tqalar qattiqroq shaklda bo'lib iste'mol qilinavergan ekanda. Umidjon aka, keyinchalik mana shu achitqilar Misrda paydo bo'lgan ekan. O'lkamiz tarixida yuzlanadigan bo'lsak, novvoychilik bundan 3,5-4 asr avvalga boradi tarixi. Undan ham ko'proq, lekin menimcha yozma manbalar shuni ko'rsatadi. Sopolli tepa arxeologik qazishmalarida topilgan ashyolar ichida ikkita xonada ikkitadan 4 ta tandir topilgan. Va o'sha bug'doy, novvoychilikda ishlatiladigan asboblar ham topilganki, yana qiziq joyi shundan iboratki, tandir o'sha topilgan 3,5-4 ming yil avvalgi tandir shakli shamoyili, ko'rinishi, funksiyasi bilan xuddi hozirgi tandirlarimizdan hech qanday farq qilmagan ekan. Texnologiyani qarang azizlar, necha asrlardan beri o'sha texnologiya, o'sha boshida yaratilgan texnologiya, antiqa zog'ora nonlarni qarang, bir chiroyli bo'lib turibdi. Umidjon aka, sizdan bir iltimos, non turlarini eslatib o'tsangiz. Non turlari haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p. Buni sanab oxiriga yeta olmaymiz, adashib ketib, ba'zi birlarini aytmay qolishimiz mumkin. Shundoq ham eslataylik, shundoq. Zog'ora non, lochira non, pastir. Zog'ora non o'sha jo'xori unidanmi? Go'shtli nonlar bo'ladi. Qanday? Go'shtli nonlar. Go'shtli nonlar. Piyozli nonlar bo'ladi. Durda solingan nonni Andijonda nima deyshadi? Do'lta non. Andijondagi eng mashhur nonlardan biri do'lta non deyiladi. Ajoyib. Andijonda sariyog'li nonlar Sariyog'. bo'ladi. Ilozbek, o'zi avvalidan non shakli dumaloq bo'lgan deyishadi-da. Shu fikrga qo'shilasizmi? Albatta. Eng qulay shakl dumaloq. Hozirgi kunda zamonamiz nimasidan bizda Andijonda to'rtburchak nonlar ham bor. Endi ularni xalq suyib nima qilayotgani yo'q. Dumaloq turi eng ommalashgan. Bilasizmi, dumaloq non quyosh shaklida-da. Quyoshga o'xshab dumaloq qilingan ota-bobolarimiz ham balkim shu quyoshdan ramziy ma'no bor. Quyoshdan olib qilishgan bo'lishligi mumkin. Quyoshli o'lkada istiqomat qilganmiz. Markaziy Osiyo hududi xalqlari juda ko'p ramzlarni tabiiyki quyoshdan o'zlashtirishgan. Ustini yaltiratirish uchun mana suyuqlik surayaptilar. Suzmada bu. Suzma. Bu faqat tabiiy mahsulot. Albatta, bu faqat chiroyli bo'lishi uchunmi yoki mazasiga yana bir qo'shimcha ta'm beradi? Bunaqa nima qilmaydi-yu, mana shu chiroyli qizaradi-da, yaltirab qip-qizil bo'lib pishadi. Juda yaxshi, ajoyib. Barchasi tabiiy mahsulotlardan bo'lishi juda insonni quvontiradi-da. Albatta, viloyatlarga borganimizda, Dilafruz, bilasizmi, Samarqandga borsak, kiraverishda Ulug'bekda non sotishadi. Samarqand noni Vodiyga kirib borayotganimizda ham shu perivaldan tushishimiz bilan, Qamchiq dovonidan tushishimiz bilan u yerda ham non bilan kutib olishadi. O'zbek xalqi har bir hayotini, har bir jabhasini, har bir urf-odat, marosimlarini ham non bilan bog'lashadi-da. O'shaligi 2 yoshi Fotiha qilganda ham non sindirdi. Non ushatiladi, non sindiriladi. Biron bir xizmatga, harbiy safarga, umuman biron bir yo'lga chiqqan inson non tishlab ketishchi. Chaqaloqlar go'daklarimiz endi yurishni boshlagan paytida ham kulcha dumalatamiz. Kulcha dumalatishadi va o'sha 7 ta kulchani yopib, yasab, dumalatgan kulchalarni bolalarga berishadi. Bolalar kulcha olib qochishadi. Non qochish marosimlari bor. Hammasi qadriyat. Qadriyatlarimiz bor. Hammasi tarbiya, katta maktab. Birgina non bilan bog'liq ko'plab afsonalarni eshitganmiz, hammamiz yaxshi bilamiz. Shu bilan birga non xalqimiz orasida qanchalik e'zozlanishi ham hammaga yaxshi ma'lum. Mana shu nonning e'zozlanishi faqat ocharchilik yillari bilan bog'liqmi, Umidjon aka, yoki asli sababi kelib chiqishi ocharchilik yillari bilan bo'lishi mumkin. Lekin xalqimiz shunchalikki o'sha kunlarni unutmagan holda mana bugungi to'q
to'p iborat. farovon kunlarda ham hech nonni uvol qilmaslikka harakat qilamiz. Albatta. Shu nonni agar suv qochib qolganda bo'lsa, ovqat qiladi. Ba'zi birovlar uni non palov deydi, ba'zi birovlar non papop, non charkob deyishadi. Qolib ketmaydi, suv Qolib ketmasligi uchun. isrof bo'lmasligi uchun. Avvalgi ko'rsatuvimizda eslagan bo'lsangiz, qurtoq taomni tayyorlayotgan Tayyorladik. paytimizda ham Qatlamadan, shunday patr biz nondan qatlamadan tayyorladik. qilayotgandik, lekin Qotgan nondan. Orif hojaketlar aslida buni qotgan nondan Nondan qilingan qilinadi. deb turib, shu nonni uvol bo'lmasligi uchun qilingan. Qarangki, Judayam ushatilib bir necha kun qolib ketgan nonga ham albatta ko'plab taomlar o'ylab topilgan, kashf qilingan. Mehmon kirib kelganda ham dasturxonda albatta non bo'ladi. Ha. Birinchi bo'lib non qo'yiladi, lekin respublikamizning ba'zi bir viloyatlarida dasturxonning ichida non bilan kelinar ekan. Ha. Dasturxonning ichida kelib nonni Tuguni tugib olib kelinar Tugib ekan. olib kelinishi. Chiroyli urf-odat. Juda, ha. Hech qayerda uchramaydigan go'zal urf-odat. Mehmonga borayotganda ham non ko'tarib boradi. Ha, albatta. Hech bo'lmasa ikkita non olib olamiz. Non. Ajoyib qadriyat. Azizlar, mana urf-odatlar haqida bevosita suhbatga o'tib ketdik. Biz folklor sohasida uzoq yillardan beri mehnat qilayotgan ajoyib opamiz, ijodkorni kutyapmiz. Birozdan keyin ular bilan albatta suhbatni boshlaymiz. Ana mana Novvoyxonaga ular ham kirib qoladilar. Tezroq kelinglar, usul olamiz. Xursand, mana nonlarni turini sanab turib adog'iga yeta olmadik. Shuncha harakat qilsak ham, lekin Muhammad Karim mana endi yana boshqa turdagi nonni zuvalasini olishni boshladilar. Muhammad Karim, Ulabbek, bu zuvalasini rangi oq. Bu qanaqa nonga zuvala yasayapsiz? bu o'zimizning patr bor, yog'li patr. Yog'li patr. Xudolarga jo'natadigan. Xudolarga jo'natadigan, qarang, nonlarni ham shunday atashadi. Hayron qolmay, bu xalqning madaniyatidan g'ururlanmay iloji yo'q-da. Albatta, albatta. Qarang. Xudo patr. Xudo patr, ha. O'zi umuman olganda mana shu kelgan mijozlardan bir antiqa takliflar bo'lib qoladimi? Antiqa bir iltimoslar, nonni balkim shaklini unday yasab bering, bunday degan. Ha? Piramida. Ramashka non deyishadi. Shu ham menimcha xaridorlarning talabidan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Navro'z bayramida poni piramida non zakaz tushadi ko'proq. Buyurtma. Ha, keyin mana patr sindirishga odamlar kattaroq, ustini serkunjutli qilib, chiroyli qilib beringlar deb kattaroq nonlar zakaz qiladi. Lochiralar, Lochiralar, ha. ko'proq ketsa kerak. Haqiqatda buyurtmalar odamlarning did xohishiga qarab buyurtmalar ham o'zgarib boradi va shu tariqa nonlarning shakli ham paydo bo'lgandi, to'g'rimi? Albatta, mana qarangda, lochirani ko'rinishi Gulni, idishni ko'rsatadi. chiroyli. Haligi ramashka deyishadi. Nimagadir shunga o'zbekcha ham qo'ysak bo'lmaydi. Moychechak noni deylik. Hamma. To'g'ri aytasiz. Uniki gulga o'xshaydi. Patrni ko'rsangiz xuddi haligi bir ayollarimiz to'qishadi-yu, chiroyli bir to'qilgan narsaga o'xshataman, ha? Arqon to'qib qo'yilganga o'xshagan bo'ladi. Mehnati nihoyatda mashaqqatli azizlar. Juda mana ayniqsa hozir turib bilyapmiz. Ayniqsa hozir turib shu issiqda, issiq haroratli xonada non xamir aynib qolmasligi uchun tez harakat qilib, zuvaladan oldin xamirlar katta o'lchamda olinyapti. O'lchab mana solayaptilar, har bir zuvalani ajratib olayaptilar. Barchasi mehnatda juda qiziq. Shu jarayonlarning ichida biz ham non haqidagi tarixni eslab, non bo'lgunga qadar bosib o'tgan jarayonlar bilan tanishyapmiz. Tanishyapmiz. Ajoyib. O'zimiz ham o'rganyapmiz buni qanaqangi bo'lganligini. Har bir ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida bir o'rganamiz, kitob chiqarib yangilik olamiz, bilimimiz ortib boradi. Umid qilamizki, sizlar uchun ham ko'rsatuvlarimiz manfaatli bo'lyapti. Marhamat. Sizga xalaqit bermaymiz aslo. Aytib o'tganimdek, hozir xonanda kutyapmiz. Go'zal milliy uslubdagi ijrolarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Aslo telekanalimizdan uzoqlashmang azizlar. Patr haqida, kulcha nonlar haqida qo'shiq ijro etiladi. So'rab ko'ramiz. Shuning uchun ham intizorlik bilan ularni kutib turibmiz. Kelib qoladi. Bilan yaxshi. Bizdan uzoqlashmang. Aytib o'tganimizdek, kutilgan mehmonimiz keldilar. Ohangrabo folklor etnografik xalq ansamblining badiiy rahbari, folklorshunos, uzoq yillardan beri milliy qo'shiqlarimiz ustida
tinmay izlanishlar olib borayotgan opamiz Dilorom Ziyotova keldilar. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Xush ko'rdik. Dilorom Assalomu opa, biz bugun non tarixi haqida suhbatlashyapmiz. Aha. Yaxshi mavzu. Juda ham yaxshi. Hamma uchun qiziq nazarimda. Biz biron bir kunimizni yo soatimizni hisoblamaymiz nonsiz. Non bor joyda hamisha non aziz deyishadi. Bilasizmi, qancha bir dumlarimiz nonsiz o'tmaydi. Albatta. Masalan, non bilan mana bog'liq. kelin unashtirayotganda ham shu yoshlarga atab non sindiriladi. Yaxshi udumi? Keyin farzandimiz tug'ilganda beshikka ham albatta o'sha bolani beshigini yostig'ini tagiga ham kulcha nonlar qo'yiladi. Aytirib. Biz Qarang, nima uchun deydi? O'sha farzandlarimiz qo'yiladi shu? O'sha farzandlarimizni buvilari, bobolari shu nondek aziz bo'lib yursin hayotda deb non qo'yishadi-da. Yaxshi niyatda, hammasi yaxshi niyatda qo'yiladi. Keyin yana bir vaqtlar farzandlarimizni armiyalarga kuzatganda, mana shu ko'rganmiz, buvilarimiz harbiy xizmatlarga borayotganda ham farzandiga non ishlatib qoladi. Sababi o'sha farzandimizni rizqi o'sha yerda qaytib kelsin deb non ishlatadi-da, urushlarga ketganda ham non ishlatib qolgan. Qarangda. Uyning shu baland joyiga ilib qo'yiladi. Qo'yishadi, hamisha asraladi. Rizqi chaqiradi u yerga. Non azizda. Yana non bilan bog'liq urf-odatlarimizdan biri mehmon keladigan bo'lsa, dasturxonga albatta juft non qo'yishadi. Ikkitadan, to'rttadan qo'yishadiki, shu uydagi bo'layotgan xursandchiliklar, yaxshi kunlar juft bo'lsin, ketidan yana yaxshi kunlar kelaversin deb juft qilib qo'yishadi. Albatta shu maqsad qilingan. Dilorom opa, keling ozgina navbatni shu birlik chekinishga bersak, sizdan bir milliy uslubda chiroyli qo'shiq eshitsak. Navoiy yigitlarimizga ham bir dalda bo'ladi shu issiq kunda non yopishayotganiga rahmat, to'g'rimi? Ularga rahmat deyish kerak. Navoiy bo'lib qoldi, Navoiyga qarashib, qancha qo'lim Nima kelib eshitamiz? qoldi. Mana Xorazmlik o'sha Xulkar xonim Abdullayeva qizimiz o'sha Xorazm xalq qo'shiqlaridan mana shu non haqida bir chiroyli qo'shiq ijro qilganda, endi biz bu qo'shiqni albatta bir hozirgi chet ellik sayyohlarimiz kelyapti yurtimizga ko'pdan ko'p. Mana shu mehmon kutishda ham bilasiz, non tuz bilan kutib olinadi. O'sha paytda ularni kelishida biz nonlarni ko'targan holda o'sha mehmonlarni non bilan kutib olganda mana shu qo'shiqni ijro etamiz. Eshitamiz biz ham. Eshitamizmi? Albatta. Uch patır yaptım zirale, biri şirale. Uç patır yaptım zirale, biri şirale. Yüreğin bağa kirale, yüreğin bağa girale. Güller firale, kızıl güller firale. Naz bilen ibiya, usul bilen ibiya. Naz bilen ibiya, usul bilen ibiya. Non yapaman okşatıp, Rabbidanı kakşatıp. Non yapaman okşatıp, Rabbidanı kakşatıp. Anama açsam aytmaydı, anama açsam aytmaydı. Kandıra boyum yetmeydi, kandıra boyum yetmeydi. Naz bilen ahaya, usul bilen ibiya. Naz bilen ahaya, usul bilen ibiya. Sık nanını yapkanı, kolları dert görmesin. Sık nanını yapkanı, kolları dert görmesin. Sık nanını hidinden. Ay issiq ekan. Sık nanını yapkanı, kolları dert görmesin. Sık nanını yapkanı, kolları dert görmesin. Nanning xushbo'y. Nanning xushbo'y. Hidinden dillerimiz yayrasın, dillerimiz nayrasın. Naz bilen ahaya, usul bilen ibiya. Naz bilen ahaya, usul bilen ibiya. Yaşa. Qarang, nonni hidini qarang, buni mazza qilmay iloji yo'q. Mazza qilmay iloji yo'q. Haqiqatda ishtaha Qo'shiq tugaguncha mana non ham yopilib chiqdi. Zog'ora. Juda chiroyli. Bu non zog'ora non, qora nonmi shunda? Qora bug'doy. Ha, bu zog'ora non. Oq undan tayyorlangan nonlarni ham tandirga yopishyapti birin-ketin. Umuman olganda mana shu non bilan bog'liq qadriyatlarimiz, nonni haddan tashqari e'zozlashimiz nimalar bilan bog'liq ekan? Dilorom opa? Endi bu non juda bir nima desam ekan,
bu nonsiz bir kunda ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Hamma taomni non bilan yeymiz. Non bilan yeymiz. Nonni ham non bilan yeymiz deyishadi-da. Mana har bir viloyatni o'ziga xos mos bo'lgan o'sha non mahsulotlari bor-da. Mana men o'zim aslida Samarqandliman. Ha, endi Samarqand nonlarining dong'i butun dunyoga taralgan. Samarqand qaysi tumandansiz? Men Paxtachi tumanidanman. Kattaqo'rg'on tumaniga borganimizda turmush o'rtog'im Kattaqo'rg'onlik. shirmoynon yoqgan. Shirmoynon bo'ladi. Shirmoynonni unga no'xatni uyutib solinadi. No'xat uyutib solinadi. Shunday Yuvitilgan suv solinadi. Ajoyib lekin uni ham xamirini ham bir ma'lum bir temperaturada tayyorlash jarayonlari bor ekan. Murakkab bo'lar ekan. Albatta. Shuning uchun ham betakror mazaga egada. Albatta. Men o'zim Samarqandda yashagan paytimda albatta bilasiz, u yerda shu shaharda yashayotgan insonlar o'zlari o'sha nonlarni qo'llaridan mushlashadi-da. Chunki unga juda ham katta kuch sarflanadi. Nima uchun u Samarqandni nonlarining davri doston, dunyoga doston? Sababi o'sha juda katta mehnat talab qilingan evaziga. Chunki u nonlarni har xil qilishadi, mana to'ylarga ataylab qilishadi. Har qanday o'zlarining marosimlari bor. O'sha marosimlarga qarab nonlarni shakllaridan tortib o'sha bezatish turlari bor-da uni. O'sha kelinlarni sinab ko'rishda ham kelinga non xamirni mushlatar ekanda. Agar o'sha kelin shunaqa qora teriga tushib butun vujudi suv bo'ladi-da. Ana o'shandagina o'sha non ular aytgandaqa chiqar ekan. Keyin uni ozgina Samarqand nonlarini tuzi balandroq bo'ladi. Sababiki u bir xilda pishadi, ko'rgan bo'lsangiz. Sababi o'sha nima deydi? Olovni ham o'sha me'yorda ushlab turib, hamma narsasida me'yor bor. Jiddiy bilgan odamgina qila oladi. Yana bir joy borki, Samarqand nonlariga duo ketgan. Gala Osiyo mahallasi o'sha Ulug'bek deymiz, o'sha boya aytib o'tganim Ulug'bek posyolkasi deymiz. O'sha orqasidagi mahalla bor. Gala Osiyo nomi. Gala Osiyo mahallasi sababi Osiyo degani biz Yevropa, Osiyo bu qit'a ma'nosida aytilmagan, tegirmon ma'nosida aytilgan. O'sha ariqni bo'yi bo'lganligi uchun yerga tegirmonlar qo'yilgan. 100 dan ortiq tegirmonlar, undan un tayyorlangan, tegirmon bug'doy qilingan va shu yerda Amir Temur davridan boshlab turib shunaqangi Samarqand nonlari yopila boshlagan. Bugungi kungacha kelyapti, avloddan avlodga o'tib haqiqiy duo ketgan joy. Albatta, non haqida juda ko'plab tarixiy ma'lumotlar bor, azizlar. Dilorom, o'zingiz qachon oxirgi marta non yopdingiz? Menga qiziq. Biz bu o'zi yopganmisiz? Albatta, biz yoshligimizda Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilganman. Biz albatta qishloqda o'sganmiz. Bizda ham onalarimiz non qilardilar. Har 3 kunda bir tandir issiq bo'lardi, sovuq bo'lardi. Albatta, yuqori tandir bo'larmidi yoki yer? Yo'q, bizda mana shunaqa sal balandroq mana shunaqa qilib egilib yopardik-da. Ha, o'shanda onalarimiz non qilganda onalarimiz kuzatganmiz birinchi qanaqa un olib kelib, qanaqa elanishi, uni suvga tuz, namaklarni qanaqa solishi. Bizda hozir mana droja deymiz, endi nima? Achitqilarimiz bor, lekin o'sha paytda onalarimiz xamir turish qilardilar. Xamir turishni olib qo'yib, o'sha un yoyib, o'sha xamir turishlar olib qo'yilib, o'sha xamir turishlar orqali keyin o'sha non qilayotganda o'shandan solinadi-da, keyin xamir mushlanadi. O'sha xamirni keyin issiqqina o'rab qo'yib, u o'zi me'yoriga yetib achib tayyor bo'lganda uni onalarimiz o'sha mamlaqa qilib, zuvola qilib yasashardi-da. Keyin o'sha tandirga o't yoqish jarayonlari ketardi. O'shangacha nonimiz mana shunaqa ko'tarib tayyor turar edi. Keyin o'sha onalarimiz kelib har bitta harakatini kuzatardi. O'sha qachon tandir o'sha nima deydi, o't yoqilganda qachon tandir oqaradi. Oqarib, hili deydi-da, mana tandirda o'tin yonib bo'lgandan keyin uni hili bo'ladi. O'sha hili ham pasaygandan keyin nonlar birin-ketin ozroq boshida ko'proq suv beriladi, o'sha tushib ketmasligi uchun. Keyinchalik oxirgilariga kamroq suv berilib, keyin nonlar bir zayilda pishib chiqadi. Uzib keyin onamizga aytardik-da, onajon, shu issiq nondan bir tuyib endi u paytlarda bizda ariqlarimizda zilol suvlar oqardi. Ichib mazza qilardik. O'sha
ariqlarda oqayotgan zilol suvlarga boshdan tashlab, bittamiz u yoqda, bittamiz u tomonda turib olib, shu nonlarni, issiq nonlarni oqizib, u tomonda tutib olib, non yerdik. Ajoyib Mana bizning davrlar. bolalik davrimiz. Ajoyib davrlar. O'sha paytdan kattalardan eshitganmiz. Albatta. Bu ertakka o'xshaydi. Shu qadar ekologiya toza bo'lgan. Ertak. Keyin mana shu o'zimiz yoshligimizda onalarimizdan ko'rganimizdan keyin mustaqil hayotga qadam qo'yganimizdan keyin albatta Kattaqo'rg'on tumaniga turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'im ham el tanigan bir nima deydi? So'z ustasi, san'atkor Xudoyberdi Ziyodov. Iya, topding, Xudoyberdi Ziyodov. Endi Xudoyberdi Ziyodovni butun respublika taniydi. Haqiqatdan bir sevgan san'atkorimiz. San'atkorlar oilasi, xullas. Endi yana bir sirni aytayki, Rahimberdi Ziyodov katta ashula ijrochisi bo'lgan o'sha Xudoyberdi Ziyodovning ukalari. O'sha yerda Samarqand atrofida butun hamma taniydigan mashhur san'atkorlardan biri. Biz bordik, uylariga borib, ular bilan suhbatlashdik, ancha qildik. Haqiqatan san'atkorlar oilasi. Ana shu oilaga Diloram ham kelin bo'lganlar, ular u yerda tinmay nonlar yopganlar mana. Hali hamon tandir bor nazarimda. Ha, u qishloqlarda tandirsiz iloji yo'q. Haligacha shunaqa chiroyli. Endi u paytda nima desam, molxonlar ham ko'p edi, nonlarga sutlar qo'shiladi. Keyin non pishib chiqqandan keyin qarang. Haligi qishloqda o'zini ham bir chiroyli taomlari bor-da, siz biz eshitmagan, balkim siz eshitganmisiz? O'sha issiq nonni endigina nima deydi? Nima kuvi deydi-ku mana bizda. Sigirda yog'lar, anaqa qatiqlardan kuvi pishib, o'sha sariyog'lar olinadi, uni kuydirib, o'sha issiq nonni o'sha sariyog'ga solib, g'ijimiji deydi uni taomni. G'ijimiji. Shunday qo'li bilan g'ijiladi-da u. Undan keyin u taomni yemasiz bu dunyoga kelmaysizda. Keyingi ko'rsatuvda harakat qilamiz. Keyingisi deb va'da qilmaymiz. Emas, oshpaz sifatida taklif qilamiz. Qudimida tayyorlashganmi? Albatta tayyorlab berasiz. Mayli. Qudimida nomi ham boshqacha ekan. G'ijimiji. 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 Diloram opa, hozir siz kelishingizdan biroz avval Navoiy yigitlar aytishdiki, xamirga, zuvalalarga shovqin, mana shunday notanish odamlarni kirib chiqib bu yerda baqir-chaqir, baland tovushlar yoqmaydi dedilar-da. Mana shu narsalar nima bilan bog'liq ekan? Sizning fikringiz? Endi har bir ishini o'zini nima deydi? Sir asrori Sir asrori bor. O'sha non yopish bo'ladimi, hattoki o'sha nima deydi, taom nima tayyorlaydigan joylarda ham, o'sha taomlarda ham o'zini siri bo'ladi. Albatta. O'sha nima deydi, tozalik bilan kirish kerak. Hamma joyda ham nima deydi, o'zimizda musulmonlarda pirxona deydi, ha, albatta. Pirxonaga tenglashtirishadi. O'sha pirxonada ham har qanday deydi, nima deydi, insonlarni kirib kelishi ham noto'g'ri bo'ladi, lekin mana bugun shu non haqida ko'rsatib ketayotgan ekan, biz mana shu jamoadan, mana shu yerda ishlayotgan mana shu ukalarimiz, akaxonlarimizdan biz o'sha hamma qoidaga rioya qilgan holda biz kirib keldik. Iloyim bundan ham keyin nima deydi, bizni ko'rgandan keyin bu yerda yana ham baraka kelib, o'sha nonlaringiz umuman nima turmasdan sotilib ketaversin. O'sha bu issiqlarda issiqqa kirishni o'zi emas. Hozir mana Navoiyxonaning eng issiq hududida turibman, endi dahshatda. Diloram opa, baraka topsin. Erta sahardan xalqqa bunaqangi nonlarni yetkazib berishda mana shu bu ham bir jasoratda. Mana Ilosbek aka hozir aytdilar, Navoiyxona pirxonaga tenglashtirish emas, pirxona bu deyaptilar-da. Diloramxon, haqiqatan xalqimiz tomonidan non haqida turli maqollar, rivoyatlar, ertaklar, yaxshi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan haq og'zaki ijod namunalari ko'p uchraydi. Shuning bilan bir qatorda ijodkorlarimiz tomonidan non haqida yozilgan kitoblar, qissalar, romanlar, nonni azizligi, non bilan bog'liq bo'lgan kinofilmlar ishlanganki, bugungi kunga kelib Toshkent non shahri degan unvonga olinishiga ham shu shahrimizni mehmondo'stligi, qiyinchilik, ocharchilik paytida ham insonlarga o'zini bir-birda nonini yarmini bo'lib bergan o'zbek xalqi haqidagi asar yaratilib, uni kino qilinganligi sabab bo'lgan. Bu kino filmni hammamiz sevib tomosha qilamiz bugungi kungacha va o'sha ota-bobolarimizga o'xshagan bo'lishga intilamiz. Harakat. To'g'ri aytasiz. Albatta. Qo'shiqlarimiz buni hali og'zaki ijodi deydi, shu og'izdan og'izda o'tib kelayotgan mana
ustozlarimiz ijro etgan qo'shiqlarni biz ham eshitib, o'shalarga bir o'zimizcha bir yana biz ham sayqal qo'shishni xohlaymiz. Albatta ustozimiz farg'onalik O'zbekiston xalq artisti Rahima xonim Mazaqiyeva ijro qilgan mana shu qo'shiqlardan bittasini ijro qilib beraman. Yaxshi bo'ladi, eshitamiz. Nima deydi, xalqimiz ham bu qo'shiqlarni mazza qilib eshitadi. Yoshlar ham hozir juda ham bir folklor san'atiga juda qiziqishlar ko'rsatib, Amir Temur xiyobonidan o'tib ketayotganimizda qarasak, butun mehmonlar, chet ellik mehmonlarimiz yurishdi. Sayyohlar juda ko'p. Keyin qizlar bilan kelishdidan, kelinglar qizlar, o'zimizni chiroyli o'sha o'zbek San'atingizni ko'rsatdingiz. San'atimizni ko'rsatdik, ko'cha san'atini ko'rsatdik. Fidoyi san'atkorsiz. Ana endi yana kelasizlarmi deb so'rashdi. Mana bizning san'atimiz, xalqimiz hunarmandligi bilan, mana shu taomlar bilan, san'atsevarligi bilan yurtimizni endi ko'z tegmasdan tor faslning o'zicha hammasini ziynati bor. Mana shunaqa yurtda tug'ilib, o'sib, mana shunaqangi bir ijod qilib xalqqa bir nafimiz tegayotganidan xursandmiz biz ham. Keling o'sha bitta qo'shig'imizdan ozroq hurgoya qilib beraman. Marhamat. Ko'chamizning boshida qator bodamlar, qator bodamlar. Hey, ko'chamizning boshida qator bodamlar, qator bodamlar. Sevganimga bermadi ota-onamlar, ota-onamlar. Sevganimga berganida ota-onamlar, sevganimga berganida ota-onamlar. Yuragimda qolmas edi dardi alamlar, dardi alamlar. Hey, yuragimda qolmas edi dardi alamlar, dardi alamlar. Bizni ko'cha tor ko'cha har kun o'tadi ya, har kun o'tadi. Har o'tganda signalini chalib o'tadi ya, chalib o'tadi. Arkasından çakırsam o'zimni yorim, hey arkasından çakırsam o'zimni yorim, atir gulni barigiday titraydi jonim, titraydi jonim. Hey atir gulni barigiday titraydi jonim, titraydi jonim. Toshkanimni soyiga soldim imoratga, soldim imorat. Birovni yorini oldim omonat, oldim omonat. Birovni yorini olib omonat, birovning yorini olib omonat. O'ynamadim, kulmadim, bo'ldim hijolat, bo'ldim hijolat. O'ynamadim, kulmadim, bo'ldim hijolat, bo'ldim hijolat. Ko'chamizning boshida qator bodamlar, qator bodamlar. Sevganimga bermadi ota-onamlar, ota-onamlar. Qator bodamlar, qator bodamlar. Dardi alamlar, dardi alamlar. Yashang, yashang. Mana shu milliy qo'shiqlarimizda ayniqsa xalq og'zaki ijodiyotda butun ayol qismati, dardi hammasi namoyon bo'ladi. Mana nonlarni qarang, chiroyli qilib yasab qo'yishdi. Bo'ladi. Boydan beri shu mana shu uskunalar asboblar bilan foydalanyapti. Haqiqatda novoylikda foydalanadigan uskunalar. Ularni har birini nomini bir sanab bersangiz va nima maqsadga bajariladi. Aytib o'ting. Men tushunishim bo'yicha bu chakich. Ha, chakich bu yong'oq daraxtdan qilinadi, mustahkam. Mevali daraxtdan, asosan meva. Birinchidan mustahkam bo'lganligi uchun. Ha, meva ko'p bo'ladigan daraxtdan, ha. Mevadan, Shunaqa bu chakichimiz. Mana bu temirlarichi xuddi mixga o'xshaydi. Mixmi? Shu qanday qoqilgan, qarang. Buni ajoyib, ha? Mono temirini qizdirib turib bosadi-da. Bunga mustahkam bo'ladi. Ketmasligi uchun yopishadi birato'la. Endi qarang, agar shu chakichda buni yaxshilab urilmasa, mana shu o'rta qismi shishib chiqadi. Mana uni bosasidan buni urmasangiz o'rtasi shishib ketadi nonni. O'rtasi yopishmaydi tandirga. Tandirdan tushib ketadi. Ajoyib. Endi har bir narsaga ham go'zallik kerak-da. Mana shu qo'limizga nonni olganda, uni avvalo go'zalligini ko'rib, iste'mol qilganda undan ham mazza qilib yeymiz-da nonlarimizni. Biz buni go'zalligini ko'ryapmiz, buni mazza qilib yeyapmiz. Nonni o'rtasini yaxshi ko'radiganlar ko'p mana. Shu naqllar nima bilan bog'liq? Shaharga tushadi, turmush o'rtog'ining yuzi chiroyli bo'ladi. Har xil. Shunaqangi gaplar. Lekin
shuni o'ylab topgan-ku biz ota bobolarimiz. Aynan shu chakich bilan shuni urib qo'ysa shu shishib chiqmasligini bilishganda. Ko'p naqllar tajriba bilan bizni buyuk xalqimiz. tajriba naqllar nima bilan bog'liq? Mana shu har xil o'rtasini yaxshi ko'rsa shaharga tushadi, markazga Albatta. markazda yashaydi. O'rtasini yesang, haqda to'rda o'rtasida yurasan degan naqllar ham bor-da. Farzanding chiroyli degan naqllar ham bor. Mana shu nonni yuzini ham mana ayollarimiz, qizlarimizning yuziga qiyoslashadi. shirmoy yuz deyshadi. Shirmon nonlarimiz bor. Endi shu nonni o'rtasini yegan bilan Ha, markazga tushib qolmaysiz, badavlat bo'lib qolmaysiz. Bu yaxshi niyatda. yaxshilikka. Tilak. Ajoyib. Chunki shunaqa bir taomki hech narsaga o'xshatib bo'lmaydi dedik, lekin o'shanga nima deydi, yaxshilikka yo'yib, niyatingizga o'sha ishonch insonni ixlos, ana o'shanaqa gap hamma narsa. Ilyos aka qarang, mana Ilyos aka non yopish tandirga non yopishni boshladilar. Ungacha kuzatib turdim, suv sepib bu tandirni oqartirib olindi. Bitta tandirga nechta non ketadi? Bu endi katta tandir juda ham, ha? Ishlab chiqarish tandirlarida bu Umijon aka. Hurmatli teletomoshabinlar, juda issiq hududda turibmiz, yonida 60 ta, 65 ta. 60 talik tandir. Endi tandirga hozir nonni mana nonni olib kirib, yopishtirib tandirga nima qilyaptilar. Biz yonida turib o'zimiz non bo'lib qolyapmiz. So'rashimdan maqsad ham shu ediki, demak 60 ta, 65 ta non ketadigan bo'lsa, 120-130 marta tandirga kirib chiqadilar. Barchamiz guvohimiz, nonning turlari juda ko'p. Uning tayyorlanish usullari ham xilma-xil, garchi texnologiya bir bo'lsa-da. Albatta, qachonlardir mana Dilorom ham aytib o'tganlaridek, hammasi qo'l mehnatida mushtlab, katta kuch bilan tayyorlangan bo'lsa, bugun texnologiya rivoji ta'sirida bu jarayon ham ancha yengillashgan. To'g'rimi, Umijon aka? Mexanizatsiyalashgan. Mexanizatsiyalashgan davrda yashayapmiz. Albatta. Qarangki, shu haqda lavhamiz bor. Marhamat. Non maxsus tayyorlanish yo'li bilan hosil bo'lgan eng qadimgi yegulikdir. Neolit davrida ham mavjud bo'lgan non shakl jihatdan hozirgisidan ancha farq qilgan. Ba'zi olimlar uni tasodifan don va suyuqlik pishib qolishidan paydo bo'lgan desalar, boshqa mutaxassislar yo'q. Insonlar avvaliga nonni atay suyuq shaklda o'zlari pishirganlar deyshadi. Nima bo'lganda ham qaysidir yanchilgan don turi va suv qorishmasidan tajribalar natijasida hosil bo'lgani aniq. Jo'xori, arpa, bug'doy, suli, tariq va boshqa donlardan olinadigan unlarga moslab, non turi ham ko'payib borgan. Eng qadim sivilizatsiyalar, hatto Shumerlarda ham non asosiy yegulik hisoblangan. Non shakli, tarkibi, madaniyatlar talabiga ko'ra o'zgarib mukammallashib boravergan. Uning shakli hamma xalqlarda deyarli o'xshash, ya'ni dumaloq yoki oval shaklni olgan. Sababi ilgari non faqat uylarda pishirilgan, omma uchun savdoga tayyorlangan nonlar qolipga mos shaklni egalladi va yil sayin mexanizatsiyalashib bordi. Hozir hatto milliy nonvoyxonalarda ham zamonaviy uskunalarda xamir tayyorlanadi. Pechlar ham, ya'ni tandirlar qulaylashtirilgan. Xullas zamon talabiga mos hammasi, lekin texnologiya o'sha. Qaysidir un turi va suv asosiy masalliq. Obi nonlar ishtaha ochar isga ega, lekin suvi qochgan nonlar ham o'z talabgoriga ega. Qotgan lochiralarni-ku gapirish ham shart emas. Demoqchimizki, non qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar mana 10 ming yildirki eng ommaviy yegulikdir.
rahmat, tashakkur. Azizlar, afsuski bugun ko'rsatuvchi ajratilgan vaqtimiz nihoyalab qoldi. Chiroyli, to'yimli, mazali nonlarning tayyorlanish jarayoniga guvoh bo'ldingiz azizlar. Shu bilan birgalikda non tarixi haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar oldingiz degan umiddamiz. Ko'rsatuv yakunida aytar so'zlaringiz bo'lsa, eshitamiz, Loran opa. Albatta, eng avvalo yurtimizda tinchlik bo'lsin. Tinch yurtlarga bayram to'ylar yarashadi. Albatta, mana shu xalqimiz tinch bo'lsa, mana shu yerlardan nonlar sotib oladi. Mana shunaqa qo'li gul aka-ukalarimiz shunaqa chiroyli nonlar pishiradi. Mana shu chiroyli yurtimizga ko'z tegmasin. Har doim xalqimiz tinch, baxtli, saodatli yashasin. Bunaqangi ko'rsatuvlar bardavom bo'lsin. Mana shunaqangi endi mana bugun nonlar haqida gaplashgan bo'lsak, keyin o'zbekona, sharqona taomlar haqida ham gaplashib nasib ro'z aylasin. Tashakkur, rahmat. Go'zal ijro uchun minnatdormiz. Dasturxonimiz doim nonga to'liq bo'lsin. Xalqimizning yuzi nondek issiq bo'lsin. To'g'ri aytasiz. Mana shunday novvoylarimiz aslo mehnatdan charchashmasin. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlarga ta'zimdamiz azizlar. Sog' bo'linglar. Bu O'zbekiston tarixi telekanalida avval taom ko'rsatuvi edi. Aslo telekanalimizdan uzoqlashmang. Hammaga rahmat. Mana shu 80-yillarda har bir viloyatimizda mana shu iqtidorli san'atkor yoshlarni katta mana shu har bir viloyatda o'tkazilgan festivallarga taklif qilgan. Marhabo talantlar. O'sha paytda shu Samarqanddan chiqqanman. Farg'onadan bir ajoyib juda ham bir qo'shiqlarni chiroyli ijro qiladigan Malika xonim Ibrohimova degan qizimiz mana shu non haqida bir chiroyli qo'shiq aytganda, endi ayrim so'zlar yodimda qolganda shuni aytgim keldi qanaqadir. Qarang. Dalamizni tutdi birdan xushbo'y hidi biram, boshim aylandi bo'yidan ey mehribon momam. Tandir to'lib yopildi non momam. Tandir to'lib yopildi non momam. Xirmon to'lib to'kildi non momam. Xirmon to'lib to'kildi non momam. Mana qarang qanday chiroyli ijro. Shundan mast bo'lganlar. Tegmasin, Loran. Rahmat. Tashakkur, rahmat.